Sloveniya farmatsevtika sohasida Markaziy va Sharqiy Yevropada eng rivojlangan raqobatdosh mamlakat. Bu yerda masalan kapitallashuv 5 milliard dollardan oshadigan Krke yoki Sandoz kabi kompaniyalar bor. Ularning masalan yillik aylanmasi milliard dollarlarni tashkil qiladi. Mamlakatda ishlab chiqarilayotgan farmatsevtika vositalarini 70% eksport qilinadi. Qaysi davlatlarga? Asosan Rossiya, Sharqiy Yevropa yoki bo'lsa Yaqin Sharq, Markaziy Amerika kabi mamlakatlarga. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Sloveniyaga tashrifi davomida aynan farmatsevtika sohasida ham muhim kelishuvlarga erishildi. 2 oy avval bu yerga tashrif buyurgandim. O'zim shu Krka kompaniyasini, Sandoz kompaniyasi bilan uchrashuvlar o'tkazgandik. Undan tashqari BioHealth degan bularni tashkiloti bor. Ular bilan ham bir qancha uchrashuvlar o'tkazib, hozirgi kunda yaxshi faoliyatni boshlaganmiz, hamkorligimiz amalga oshyapti. Bir narsani aytib o'tishim mumkin. Sandoz bilan biz shartnoma asosida ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishni rejalashtirganmiz. O'zbekistonda iyun oyining boshida Sandoz kompaniyasi rahbariyati O'zbekistonga tashrif buyuradi va u yerda bizni farmatsevtika bo'yicha xalqaro forumimiz bor. O'shanda qatnashadi va undan keyin shu marketing va o'rganishlar va o'sha mahalliylashtirish masalasi ko'tarilgan. Ular bizni Toshkent Farmapark klasteriga qiziqib turibdi. Bundan tashqari bu yerda Marifarm kompaniyasi bilan bugun imzolash bor. Marifarm kompaniyasi bu ko'proq kosmetik mahsulotlar ishlab chiqaradi va bundan kosmetik mahsulotni asaldan ishlab chiqaradi. Hozirgi kunda O'zbekistonda bizda asal ko'p yetishtiriladi va shu asaldan foydalangan holda biz ham kosmetik mahsulotlarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'ymoqchimiz va shu bilan birgalikda ular dori va o'simliklar yo'nalishida ham dori vositalari ishlab chiqariladi. Bu biz uchun juda ham qiziq. O'zbekistonda imkoniyatlar juda ham ko'p. Mana hurmatli prezidentimizning tashriflari bilan bu ishlar yana ham jadallashadi, chunki bu yerdagi tadbirkorlar qanchalik O'zbekiston jiddiyligini, Sloveniya bilan hamkorlik jiddiyligini tushunib yetishyapti. Hozir mana bitta ular tomonidan ham bir xodim menga keldida so'radi, shunchalik jiddiy yondashyapsizlarmi hamkorlikka? Juda ham katta vazirlar kelgan ekan, shu prezidentlaring keldi, hamma yuqori odamlar kelgan ekan, menejmentdan dedi. Biz haqiqatan juda jiddiy yondashyapmiz. Biz uchun bu juda ham muhim dedik. Bu kichkinagina davlat bo'lib, juda ham katta yutuqlarga erishgan, juda ham zo'r rivojlangan. Даже o'sha yalki ishlab chiqarish mahsulotini oladigan bo'lsak, kishi boshiga 35 ming dollarni tashkil etadi. Bu bilamizki, Yugoslaviyani eng rivojlangan qismi bo'lgan, janubiy qismi bo'lgan va O'zbekiston Sloveniya bilan hamkorlikdan juda ham manfaatdor. Biz xudo xolasa yaxshi katta kompaniyalarni O'zbekistonga borib hamkorligimizni yana rivojlantiramiz.